Tarix turli davrlarga oid ashyolar, yoddan chiqarib bo'lmas voqeliklar, insonlar hayot tarzida uchragan tadrijiy taraqqiyot bosqichlarini o'zida aks ettiradigan qimmatli benazir manba. Tarix vositasida inson o'zligini anglashi barobarida jismida tug'yon urgan avlodlik hissini tamaddun evrilishlariga bog'laydi. Ruhan qoniqish hosil qiladi. Tarixni o'rganishga bo'lgan qiziqish inson ruhiyatida ana shunday hosil bo'ladi. Zotan o'tmishning noma'lum osora atiqalari bilan birlashib ketgan hayot haqiqati nazdimizda hamisha inson ilki yetmaydigan yuksaklikdagi cho'qqi kabi mudom o'ziga chorlab turadi. Qorabdol fuqaroligini rejimi, tadbirkorman. Sayyor qabulga murojaat qildim. Murojaatim Qorabdolda tarixini o'rganish, bilish. Masalan, chetga hududlardan ham mehmonlar kelib qoladi. Qorabdolda kim bo'lgan, qanaqa inson bo'lgan deb o'zimga savol beradi. Men ham bilmayman u kishini. Qishloqdagi aksariyat ham bilmaydi. Bilmaydi. Katta mo'ysaflar ham bilmaydi. So'rab surishtiramiz, bari hech kim bilmaydi. Shuning uchun shu arxeologlarga, tarixni yaxshi biladiganlarga murojaat qildim. Ular o'rganishdi. Arxeolog qazilma ishlarini olib boramiz deyishdi. O'rganib, shu bir ikkita kitobini chiqarib, shunaqa odam bo'lgan deb odamlar tarixdan xabar topsa, olam nur bo'lardi. G'ayrat aka gapning dangalini aytib qo'ya qoldi. Aslida esa tarixi ming yillarga borib taqaladigan qadim Nurota qishloqlari aholisining etnomadaniy tarixi, yashash tarzidagi bugungi qadriyatlar qadim ajdodlardan to hozirgi kungacha qaysidir ma'noda boqiy yashab kelmoqda. Bu borada hech shubhasiz tarixni o'rganish va mavjud arxeologik manzillarda saqlanib kelayotgan kishilik jamiyati madaniy qatlamlarini tadqiq qilish o'tmish haqida anchayin aniq ma'lumotlarni yuzaga chiqaradi. Nurota vohasida turli etnoslar va etnik guruhlar o'rtasida tarixan davom etgan o'zaro etnomadaniy va etnointegratsiya natijasida bu yerda o'ziga xos bir polietnik qiyofa kashf etgan. Ya'ni bu hududda o'zbeklar bilan bir qatorda naymanlar, o'zbek turkmanlari, mang'itlar, qipchoqlar, mirishkor degan, toza degan, yuz kabi ko'plab urug'lar o'z ichiga oladi. Yana o'ziga xos etnik qatlamlar bor. Bular Nurota vohasidagi tojiklar, qozoqlar, arablar, qisman afg'on va lo'llar ham ichiga oladi. Bu hududlarda asosan o'zbek urug'lari orasida eng yirigi o'sha boyagi, ya'ni o'zbek turkmanlari o'ziga xos ko'pchilikni son jihatdan ko'p tashkil etganligi uchun ular o'ziga xos bir etnik qatlam sifatida keng tarqalgan. Ular tarixiy etnografik manbalarda Nurota turkmanlari ham deb ataladi. Mana bu ikki tog' oraligi, Qoracha tog' va Nurota tizma tog'lari oralig'ida bir el bor. Bu elning nomi Qorabdol eli deyiladi. Bu elda katta kichik 45 ta qishloq bor. Bu qishloq odamlari juda qadimdan lalimkor dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanadi. Bu atrofdagi odamlarning bari, masalan, Qo'ng'irot qabilasining eng katta urug'laridan Bolg'ali, Oytamg'ali urug'lari, shuningdek turkmanlarning Abdal urug'iga mansub kishilar mana shu atrofda istiqomat qiladi. Juda qadim zamonlardan boshlab mana bu yerda bir avliyo ziyoratgoh sifatida bu el odamlari mana shu yerda ziyoratga kelib sig'inib, tavof olib ketadi. Lekin hozirgi kunda mana bu ziyoratgohda ba'zi bir ishlarni amalga oshirish kerak. Masalan, o'sha ma'lum ma'noda ham odamlar ma'naviy oziq oladigan o'zining ajdodlari, aziz avliyolari kimlar ekanligi bilan o'sha faxrlanib yuradigan bir yaxshi bir ziyoratgohga aylantirsa juda yaxshi bo'lardi. Abdal urug'i turkmanlar tarkibida ham qayd etilgan. Masalan, rus olimasi Karamisheva ham Abdal urug'i turkmanlar tarkibida qayd etganligi, 10-asrda yashagan tarixchi Balami ham mana bu xalq haqida ma'lum ma'noli tushunchalarni berib ketgan. Aslida o'sha bu joyning kelib chiqishi 5-asr iftalitlar davriga borib taqaladi. Qorabdolotdagi o'sha qo'yilgan maqbara toshiga bir ilmiy aniqlik kiritilishi kerak. Buni olimlarimizdan, albatta mutaxassislarimizdan so'rab qolamiz va bu joyni bir odamlar el ziyorat qiladigan bir yaxshi bir maskanga aylantirishda bir amaliy bir ijobiy ko'mak kutib qolamiz. Ha, sezganingizdek, Nurota tizmasining janubi-g'arbiy yon bag'ri bo'ylab yastangan mana shu qishloqlarning har biri muayyan tarixiy ahamiyatli nom, o'ziga xos turmush tarzi, betakror qadriyatlarga ega maskanlar sirasiga kiradi. Shu ma'noda Qorabdol ota ziyoratgohi va uning tegrasidagi qishloqlarning paydo bo'lishi tarixi biz uchun aslida noma'lum emas.
Qorabdal mana Nurota tog' tizmasidan boshlanyapti, Qoracha tog'gacha ketyapti. To bu tomon Garashadan bu Gulchambarga qarab ketyapti. Shunday ulkan hududda 45 ga yaqin qishloqlar bor ekan. Bular hammasi umumiy nom bilan bu joylar Qorabdal deb ataladi. Bu qishloqning ildizining asl mazmunida qadim turkiylarning Abdal urug'iga bog'lanish bor. Masalan, o'sha eftalitlar davrida aytiladi. Abdal, Xeytal, Xeftal, Abdal eng ko'p uchraydi. Qora Abdal deyilishi ham endi qora atamasi ulug', mustahkam va quvvat, kuchli ma'nosida keladi. Abdallar, eftallarning ajdodlari masalan Xiyoniylar davlati deyiladi, Kidariylar deyiladi. Kidariylarning siljish hududi bular toharlar. Toharlar yujlar tarmog'i. Yujlar Kushonlar davlatiga asoslangan qavmlarning unga borib yetishadi. Turkiy qavmlarning o'sha 2000 yildan narigi tarmog'iga bog'lanadi. Xunlar, yujlarning, sarmatlarning, usunlarning migratsiyalariga borib bog'lanadi bu. Arablar bosib olgandan keyin mana shu hududlarini arab olami turkiylardan uzishga harakat qilmasin. Ana buni to'xtata olmagan. Ular mudofaa devorlari qurganlar, komprak devorlari qurganlar. Bu yerda aholi o'zini Turkman deb hisoblaydi ular. Nurota turkmanlari. Bugajirlimiz deydi. Bugajirlar bular o'sha turkman qavmlari bo'ladi. Masalan, o'sha olti g'azoyahlilar bor, Cho'mishlisi ham bor bu yerda, Ersarisi ham bor, mana bu qora Bag'analisi ham bor, besh bolasi bor. Turkman qavmlariga bog'lanish qanday? 10-asrda juda katta bir migratsiya bo'ladi. Bu migratsiyaga o'sha Hazar xoqonligi deymiz. To Sirdaryoning quyisigacha, o'rtasigacha bo'lgan hududlarda bu to Ural hududlaridan yirik bir davlat bo'lgan. Hazar xoqonligida o'shaning tarkibida xizmat qilgan va hokazo va keyin davlat tuzgan O'g'izlar davlati. 10-asrlarda xullas 9-asr, 10-asrlarda bularning katta qismi siljidilar. Bu siljigan qavmni Saljuq boshchiligida taqaydilar, Saljuqqa bog'laydilar. Saljuq boshchiga kirib keladilar. Bular kirib kelgan paytida xalq ularni Turkmonon deb qabul qilgan. Turkka o'xshar ekan deb. Turkman. Mana bu yerda ular yuzlab yillar yashaydilar. Somoniylar bilan ittifoq bo'ladi. Somoniylar davlatining qo'riqchilar bo'ladi bular. Nihoyatda jangovar qo'shinlar bo'ladi. Va keyin tarix vaziyat o'zgaradi. Arslanxon boshchiligida Qoraxoniylar kirib kelgan paytda qolgan qavmlar bu yerda aholi bilan aralashadilar, yaqinlashadilar. Lekin Turkman etnonini saqlab qolingan. Qipchoq shevasida gaplashadi bular hozir. Va tarix anana 1000 yillar mobaynida lekin bular o'zining urug'ini saqlab qolyapti, yashash tarzini saqlab qolgan. Hozirgacha ham bular mana shu mashhur turkman gilamlari bilan mashhur. Men bilaman mana shu yaqin paytgacha ham gilam to'qib, gilamni olib chiqib sotib, masalan, o'g'lini uylantirishga gilam bilan qilgan. Gilam dozlik nihoyatda mashhur bo'lgan va bozori juda chaqqon bo'lgan. Atrofni kuzatamiz. Yer sathidan 10-12 metr chamasi, balki undan ham baland tepalik tabiat hosilasi emas, balki bir qarashda qadimda inson qo'li bilan bunyod etilgan arxeologik inshootni eslatadi. Bu kabi tuproq qo'rg'onlarni qadimdan inson qadami tekkan, sarhad yoki mudofaa vazifasini o'tagan inshootlar ko'rinishida tadqiq etilgani kunday ravshan. Bizningcha Qorabdol ota ziyoratgohi, unga tutash mana shu mahobatli tepalik ham o'z bag'rida kishilik jamiyatining taraqqiyot davrlariga oid qatlamlarni asrab kelayotgan bo'lsa, ajab emas. Mana aynan biz Qorabdol ota yodgorligini ustida turgan ekanmiz. Qarab chiqdim, atroflariga qaradim. Birorta topilma yo'q. So'nggi o'rta asrlarga oid sopol buyum namunalarini ko'rdik. Yodgorlikka tutash mana bu janubi tomonida ikkita yodgorlik. Ularda aholi turishi bilan aholi yashagan qishloq makonlar ular. Chunki moddiy manbalar bor, topilmalar chiqqan, biz ular bilan suhbatlashdik. Bu yerda aholi yashagan. Bu mana shunday katta yodgorlik, taxminan masalan 15-16 metrga chiqadi, balandligi, o'lchami shunday. Arablargacha bo'lgan davrdagi yirik qabila oqsoqolining qabri, bu mozor qo'rg'on bu. U kishiga sig'inish an'anasi bo'lganda arablardan keyin ham davom etgan va Qorabdol otaga bog'langan. Biz mana yodgorlik yonida ko'rdik, chillaxonalari bor, xonalarga bo'linib ketyapti, chillaxonalar bor. Ular o'sha sofilarning, zohid kishilarning, masalan, Allohga yaqinlashish uchun tasavvuf yo'llari ko'p-da. Tasavvufning eng yaxshi yo'llaridan biri zohidlik, sofilik, bu dunyo noz-ne'matlardan voz kechish, ilm bilan shug'ullanganda toat ibodat bilan mashg'ul bo'lganlar. O'shalarning anaqasi yashagan joylar saqlanib qolgan ekan. Ha, bu fikrlarda jon bor. Holbuki Qorabdol qishloqlari va unda yashab kelayotgan aholiga taalluqli etnomadaniy dalillar
qadim turkiy xalqlar hayoti bilan uzviy bog'liq ekan, bu yerda uzoq o'tmishdan to bugungacha e'zozlanib kelayotgan manzillar ham mana shu bog'lanishdan chetda bo'lmaydi. Aksincha, muayyan dalillar vositasida shu yerlik aholining ajdodlariga xos qadimiylikni o'zida aks ettirib turadi. Qorabdol ota ziyoratgohi va u joylashgan manzillarda olib boriladigan arxeologik tadqiqotlar endi hech shubhasiz Qorabdol atamasining kelib chiqishidan tortib, shu yerlik aholi o'zini tamsil etadigan o'zbek urug'larining paydo bo'lish hayot tarzi haqida ham qimmatli ma'lumotlarni bersa ajab emas. O'zbekiston hududidagi, xususan Jizzax vohasidagi muqaddas qadamjolarni, ziyoratgohlarni tarixi bilan, uni etnografiyasi bilan o'rgangan paytimizda juda ham ko'p o'sha aziz avliyolar, tarixiy shaxslar yashab o'tgan va ularni o'sha xoklari yoki qabrlari, ularda yashab o'tgan joylari ziyoratgohlarga aylantirilganligini ko'rishimiz mumkin. Xalqimizda ham naql borki, avliyo Xudo emas, Xudodan judo emas. Ya'ni uni qaysi bir karomati yoki bir xislati mana shu oddiy aholiga, xalqqa bir nima deydi, mo'jiza sifatida ko'ringanligi uchun ham ular mana shu o'tganiga necha asrlar bo'lishidan qat'iy nazar odamlar u joylarni muqaddas bilib ziyoratgohlarga aylantirib ziyoratni davom etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu Qorabdol ota ziyoratgohi endi buni bevosita so'zda o'zini nomlanishi bilan bog'lash kerak. Bu ikkita so'z birikmasidan, ya'ni qora va abdol so'zlaridan tashkil topgan. Birinchi so'z endi qora so'zi bu ulug', katta ma'nolarini anglatsa qadimgi turkiy tilda. Abdol so'zi arab tilidan tarjima qilinganda aziz avliyo yoki tasavvuf ulamolarini o'sha eng ilmni cho'qqisiga erishgan shaxslarga nisbatan o'sha abdol qo'shilgan. Ya'ni agar buni tarjima qiladigan bo'lsak, ulug' avliyo, katta avliyo degan ma'nolarni anglatadi va qabr ustidagi qabr toshlarga ham e'tibor beradigan bo'lsak, bu o'sha arabiy yozuvlarda taxminan shu 15-16-asrlarga oid bo'lgan qabr toshlarni ham ko'rish mumkin va buni yozuvlarini hozir tasvirga oldik. Buni mutaxassislar bilan maslahatlashib, uni o'qiganimizda, tarjima qilganda yanada bu tarixiy shaxsni ga aniqlik kiritilishi mumkin va bundan tashqari mana hozir Chillaxona, ya'ni g'or atrofida turibmiz. Albatta mana shu juda ham ko'plab ziyoratgohlarni tadqiq qilgan paytimizda avliyolarni o'zlarini ibodat qilayotgan alohida chillaxonalari bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Qariyb mana shu Jizzax vohasidagi 90 ga yaqin muqaddas qadamjo ziyoratgohlarni tadqiq qilgan paytimizda juda ham ko'pchiligida mana shu chillaxonalar mavjud ekanligini va bu chillaxonalar Hazrati Bashir tarixi kitobida berilgan setanlar, chiltonlar va ularning ustida eng ulug' turadigan qutbi abdollar, ya'ni ulug' avliyolar turadi. Mana shularni yig'laydigan joylari va albatta bu 40 kunda davom etadigan o'sha ibodat bilan bog'liq, chilla bilan bog'liq chillaxonalar ham saqlanib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Qishloq odamlari bilan suhbatimiz asnosida shu yerda yashaydigan bir yigit bizga chillaxonadan topilgan muqaddas kitob o'z uyida saqlanayotganini aytib qoldi. Oppoq surpga o'rab saqlanayotgan, sahifalari sarg'ayib ketsa-da juda yaxshi saqlangan muqaddas Qur'on kitobi edi bu. Demak, mazkur joylarni o'tmishda haqiqatan ham o'z davrining ilmli insonlari, xalq tilida vali kishilar makon tutganlari aniq. Nima bo'lganda ham o'tkazilajak kelgusi tadqiqotlar tarix xatlarida hozirgacha pinhon yotgan haqiqatlarni ochishga imkon beradi. Bu esa biz bugungi avlod vakillari uchun tarix sabog'i va kelajak sari yo'lchi yulduz bo'lishi turgan gap.